Bugun sizlar bilan dunyodagi top 5 ta eng katta ekskavator haqida gaplashamiz. Ro'yxatimizning 5-o'rnida Hitachi EX8000. Texnikamizning umumiy og'irligi 811 tonnani tashkil qiladi. Dvigateli keladigan bo'lsa 3880 ta ot kuchiga ega. Ko'shasida 45 kuba. Maksimal qazish chuqurligi 20 metr. 4-o'rinda Liebherr R 9800. Texnikamizning umumiy og'irligi 800 tonna. Dvigatelida 4000 ta ot kuchiga ega. Ko'sh hajmiga keladigan bo'lsak 47 kuba. 3-o'rinda Caterpillar 6090 FS. Texnikamizning umumiy og'irligi 1000 tonnani tashkil qiladi. 4500 ta ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan. Ko'shasi 52 kub. Ro'yxatimizning 2-o'rinda Buick Airus RH 400. Texnikamizning umumiy og'irligi 1080 tonnani tashkil qiladi. 4570 ta ot kuchiga ega texnikamiz 52 kub ko'sh bilan jihozlangan. Va nihoyat 1-o'rinda Bagger 293 ekskavatori. Bu ekskavatorimiz boshqa ekskavatorlardan farq qiladi. Texnikamizning umumiy og'irligi 14200 tonna, balandligi 96 metr, uzunligi 225 metr. Ko'shlar soniga keladigan bo'lsa 20 ta do'stlar, naqd 20 ta ko'sh bir kunda 240 ming kub hajmli ishni bajaradi. Videoga like bosinglar, izohlarda ekskavatorchi do'stinglarni belgilaylar. Keyingi videolarimiz qaysi texnika haqida bo'lishini xohlaysizlar, izohlarda